Qizingiz sizning sirdoshingiz emas, u qiz pozitsiyasida qolishi kerak va siz uning onasisiz. Biz sirdoshmiz-ku, biz dugonalardekmiz deb aytishadi-da. Mana shu yerda aytmoqchimanki, yo'q, azizlar. Ona va qiz, men ham qiz katta qilyapman, meni ham 17 yoshar qizim bor. Biz nihoyatda bir-birimizga yaqin bo'lishimiz mumkin, lekin bizning rolimiz ona va qiz. Biz dugona bo'la olmaymiz. Sirdosh ham bo'la olmaymiz. Ya'ni men qizim bilan sirdoshman. Qo'ysangizchi, qizingizda shunaqa gaplari borki, siz hayotda bu haqiqatni eshitmaysiz va bilmaysiz. Qizingizni ichida shu qadar ko'p narsalar sodir bo'ladiki, hissiyotlar sodir bo'ladiki, siz ular haqida ishoning, hech qachon xabardor bo'lmaysiz. Bu sizning fikringizcha, siz uning sirdoshisiz. Nima uchun bu narsani aytyapman? Chunki qachonki siz o'tirib qizingizga, eringiz bilan bo'layotgan his-tuyg'ularingizni, holatingizni, u sizga xiyonat qilgani yoki qiynalayotganingiz va hokazo degan gaplarni agar qizingizga aytishni boshlasangiz, bilingki siz aslida kimga bu gaplarni aytyapsiz? O'sha siz da'vo qilayotgan insonning qiziga gapiryapsiz, bolasiga gapiryapsiz va bu qiz, yoningizda gapirib berayotgan qiz uchun bu inson ota, dada. Shuning uchun uning idealidagi dada, ya'ni uning xayolidagi dadani rolini va obrazini sindirishga aynan siz sababchi bo'lasiz. Chunki biz farzandlar uchun bizning ota-onamiz ota-ona bo'lib qolishadi.